Mustaqillik bizdan qanchalik yiroqda? Abdori Asiya Uyg'ur. Birinchi bölüm. Mustaqillikning shartlari va realligimizdagi mavjud masalalar. Milliy mustaqillik bo'lsa, har bir davlatning Alloh ato qilgan huquqi bo'lib, mustamlikachi davlatlarning kuchlari zo'r darajada ojizlagan 21-asrdimi? Yanala nurg'un millatlar o'z davlatining mustaqilligi uchun tinimsiz kurash qilyotdi. Albatta, xalqaro vaziyat intayin murakkab va milliy mustaqillik harakatlari yanala nurg'un davlatlarning savdo manfaatiga yondosh bo'lsa-mu, ammo bundaq ahvolning kelib chiqishimi kontrol qilish mumkin bo'lmaydigan ishlardir. Chunki dunyo jamoati bilan birga yashayotgan hech bir millat jamoat ichidagi ishlardan mustasno biror ishlarni vujudga chiqara olmaydi. Undaqda biz Iroqni qo'yib, yaqinqi, ya'ni 2000-yillardan keyin mustaqil bo'lgan davlatlarga qarab boqaylik. Birinchisi, Sharqiy Timur Demokratik Jumhuriyati. 16-asrdan boshlab Portugaliya tarafidan mustamlika qilingan, keyin Gollandiya bilan birlikda mustamlika qilingan davlat bo'lib, Ikkinchi dunyo urushidan keyin Sharqiy Timur Portugaliyaning bir o'lkasi bo'lib qolgan. 1975-yili mustaqillik harakatini qo'zg'agan va uzun yillar izchil kurash qilish davomida 2002-yili mustaqillik e'lon qilgan va boshqa davlatlarning birdak e'tirof qilishiga erishgan. Ikkinchisi, Qoratog' Jumhuriyati. 19-asrda mustaqil davlat bo'lgan va e'tirof qilingan bo'lsa-mu, lekin Balqon orlig'i joylashgan bu davlat jo'grafiyalik o'rni sababli nurg'un davlatlarning bir qismiga aylanib qolgan. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Yugoslaviya Jumhuriyatining ittifoqdosh davlatiga aylanib qolgan. 90-yillardagi Sovet ittifoqining parchalanishi bilan Yugoslaviya ittifoqidagi nurg'un davlatlar mustaqillik e'lon qilgan. Qoratog' bo'lsa 2006-yili 5-oyning 21-kuni umumiy xalq ovoz qo'yish orqali 5%lik kichkina ustunlik bilan mustaqil bo'lgan va 6-oyning 3-kuni Birinchi dunyo urushidagi mustaqil davlatini asliga keltirgan. Shu yili 6-oyning 28-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga rasmiy a'zo bo'lgan va butun dunyo tarafidan rasmiy e'tirofga erishgan. 3. Janubiy Sudan Jumhuriyati. Afrikaning sharqiy qismiga joylashgan bu davlat Sudan Jumhuriyatidan ayrilib chiqqan bo'lib, 2011-yili 9-iyulda mustaqillik e'lon qilgan va Afrika cho'ng quruqligidagi 54-davlat bo'lgan. Shundaqla butun dunyoning e'tirof qilishiga erishgan. Bu davlat navbatda dunyodagi eng yosh davlat hisoblandi. Yuqorqi 3 davlatning mustaqil bo'la olishi bizga shuni isbotlab turibdiki, Uyg'ur xalqi uchun mustaqillik faqat bir tushla emas, balki tarixiy fursatlarga to'lgan hozirgi dunyo vaziyatida faqat fursatni ko'rib yetalsakla, mustaqillik biz uchun ancha yiroq bo'lmagan bir manzil xolos. Undaqda Uyg'urlarning mustaqillik orzusi uchun fursat keldimi? Biz bu savolga javob berishdan avval bizning fursatlarimizni o'zida yo'shirgan dunyo vaziyatiga nazarimizni og'dirib, ko'zimizni yo'g'on ichib qarab boqaylik. Fursat zodi qayerda? Biz izchil holda dushmanimiz tajovuzchi Xitoylar deb to'lab kelyapmiz. Undaqda biz uchun eng dastlabda bilishga tegishliki dushmanning hozirgi ahvoli bo'lishi kerak albatta. Birinchi, Xitoy hukumatining navbatdagi ahvoli. Xitoy-Amerika savdo urushi navbatda hatto Rossiyada uyushtirilgan dunyo futbol musobaqasidami bakrak qiziq nuqtaliq masalaga aylandi desak ortiq ketmas. Chunki dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatib turgan bu ikki iqtisodiy cho'ng gavda orasidagi savdo talashlarining oqibatda savdo urushi darajasiga ko'tarilishi va siyosiy xarakterga ega bo'lishi ham shundaqla bu savdo urushi sababli Xitoy iqtisodida davolg'ish bo'lishi
va hokazolar kishilarga ayni yillardagi sovuq munosabatlar urushida Amerika bilan sobiq Sovetlar ittifoqi orasidagi savdo mojarosi va uning ta'siri sababli kelib chiqqan Sovet ittifoqining parchalanishi qatorliq bir qator tarixlarni eslatdi. Darvaqa ayni yillari Amerika Sovet ittifoqiga iqtisodiy jazo yurgizganlik sabab iqtisodida chekinish bo'lgan va oqibat parchalanishni keltirib chiqargan. Mana mushundaq tarixiy fursatlar sabab bugungi Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston qatorliq nurg'un davlatlar mustaqillikning buyuk qadamini ola olgan. Undaqda tarix takrorlanamdi. Kimning so'z ekanligi esimda qolmabdi. Mundaq bir so'z bo'lgan. Tarix takrorlanmaydi, ammo ba'zi tarixlar bir-biriga kishini cho'chitgidek darajada o'xshaydi. Balkim mana mushundaq o'xshashliklar yuz berayotganligini bugun ko'p sondagi kishilar his qilishmoqda. Amerika qo'zg'agan savdo urushi Xitoyning iqtisodiga ta'sir yetkazayotgan bo'lsa, Xitoy ichidagi kommunist partiyaga qarshi norozilik harakatlari tezdan avj olib, bevosita holda Xitoy hokimiyatiga tahdid olib kelmoqda. Masalan, taksi shoferlarining umumyuzlik ish tashlash harakati, yuk mashinasi shoferlarining mamlakat xarakterlik tashkillanib ish tashlash harakati, kona askarlarning mamlakat bo'yicha tashkillanib norozilik namoyish olib berishi qatorliq bir qator voqealar kayni-kayndan yuz berdi. Buningga ulabla Xi Jinpingning rasmiga siyoh chechish voqeasi yuz berib, butun Xitoy ishchi sirtidagilar orasida siyoh chechish harakati keng ko'lamda tarqalishga boshladi. Mana bugun Xitoyda cho'ng siyosiy o'zgarish yuz berganligiga doir gap so'zlar va mulohizlar butun internet dunyosini bir oldi. Biz Amerikaning Zhongxin shirkatini jazolash voqeasidan shuni ko'rib yetdikki, o'zlarini yangidan bosh ko'targan cho'ng davlat deb jar solgan va 2025 plani orqali dunyo fan texnika sohasida yetakchi o'ringa o'tishni plan qilgan Xitoyning hatto kichkina o'tkazgich plastinka yasash texnikasida boshqalarga tayindigan darajada fan texnikada bakli ojiz ekanligini tunib yetdik. Undaqda fan texnikada shuncha ojiz bir davlat qanday qilib dunyo fan texnika sohasida rahbarlik o'rniga o'talishi mumkin? Bu dal Amerikaning Xitoyga savdo urushi e'lon qilishidagi asosli sababdir. Chunki Xitoy toki bugunga qadar yuqori fan texnikada bo'sish xarakterlik taraqqiyotlarga erishgani yo'q. Uning taraqqiyotiga asos bo'layotgani hammasila G'arbning yuqori fan texnikasi va Xitoyning chet ellardagi uchur va texnika jasuslarining to'kpisi xolos. Amerika Zhongxinni jazolaymiz deyishi bilanla Zhongxin palash ahvolga tushib qoldi. Garchi Xitoy dastlabda Amerikaning tomirini tutib boqqan bo'lsa-mu, lekin Amerika hukumatining qat'iyligi natijasida Zhongxin nihoyat zo'r iqtisodiy to'lam to'lash va Zhongxin shirkatining rahbarlik qatlamini butunlay almashtirish va Amerikaning nazoratini qabul qilish sharti ostida jazoni bekor qilish fursatiga erishdi. Biz bu yerda Zhongxinning nima uchun undaq ko'p iqtisodiy jazoni qabul qilishni shirkatni vayron qilishdan muhim deb bilganligi va bu atalmish shaxsiy shirkatning ishlariga Xitoyning bir davlat sifatida qo'l tiqib aralashishi natijasida biz Zhongxinning nuqul holdagi shaxsiy shirkat emas, balki Xitoyning uchur aloqasi va jasuslik sohasidagi muhim organ ekanligini bilib yetdik. Ya'ni Amerikaning texnikasini Eron bilan Shimoliy Koreyaga setib, Amerikaning ahli mulk huquqiga daxl taruz qilgan Zhongxinning kaynida Xitoy hukumatining rahbarligi borligini Amerika hukumati mo cho'nqur tunib yetgan va shu sabab Amerika Xitoy o'quvchilarga bo'lgan tekshirish, kuzatish va Amerikaga Xitoydan o'qishga va xizmat bilan kelganlarning viza elish ishlariga chek qo'yish, vatandoshligiga chek qo'yish, Xitoy garajdonlari yoki Amerika garajdonligiga o'tgan Xitoylarni mo davlatning texnikalik muhim xizmat o'rinlariga qabul qilmaslik. Hozir ish o'rnida bo'lganlarning orqa ko'rinishini tekshirish qatorliq nurg'un chora-tadbirlarni qo'llanishga boshladi. Xi Jinping garchi dastlabda
qonga qon olamiz deb cho'ng so'zlagan bo'lsa-mu, lekin Trampning deganini qildigan, Xitoydan qo'rqib qolmaydigan, jasur va qat'iyligi kelib chiqishi tijoratchi bo'lgan bir prezidentning Xitoyning qarshidagi pulni muhim biladi qarshining xato ekanligini isbotladi. Darvaqa Xitoy hukumati Trampni faqat guldirba yomg'ir yo'q odam deb faraz qilishgan va shu farazga asosan strategiyasini tuzgan bo'lib, Trampning o'ylamagan yerdan bunda qattiq qo'l prezident bo'lishi Xitoyni cho'chitdi. 6 iyul kuni 50 milliardlik Xitoy miliga bosh oldiganligini jakarlagandan keyin Xitoymi Amerikaning o'xshash miqdordagi miliga o'xshash bosh oldiganligini jakarlagan edi. Xitoyning bu ifodasi Amerikaning qattiq g'azabini keltirdi va keyindilla Trump, ya'ni 200 milliard va 300 milliardlik Xitoy mollariga bosh oldiganligi haqida bayonot berdi. 6 iyul Amerika Xitoy mollariga rasmiy yo'sinda bosh edishni boshlaganda bo'lsa, Xitoy portida Amerikaning mollari Xitoy portidan kirolmay turib qoldi. Chunki Xitoy portidagilar texi Amerikaning mollariga qandaq bosh elish haqida-mu aniq bir buyruqqa erishmagan edi. Ya'ni Xitoy bu savdo urushining o'qining cho'qim etildiganligiga ancha ishonmagan va tayyorlik ko'rmagan. Undaqda bu ishdan nimani his qilishimiz mumkin? Xitoyning siyosiy tuzilmasiga-mu tahdid elib kelish ehtimolligi bo'lgan savdo urushidek mushundaq cho'ng bir ishda Xitoyning bundaq hamoqatlarcha savalliklarni sodir qilishi Xitoyning rahbarlik qatlamida yanada tadbirsizlik va muqimsiz omillarning mavjudligini ko'rib bilishimiz mumkin. Nurg'un kishilar Amerika Xitoy savdo urushining Xitoyni halokatga yuzlantirishiga ancha ishonmasligi mumkin. Ammo bu deganlik bundaq ehtimollik yo'q deganlik emas. Chunki Amerika 2017-yili davlat bexatarlik dokladida Xitoy bilan Rossiyani birinchi darajalik dushman deb e'lon qilgan edi. Ya'ni 11 sentabr voqeasidan keyin terrorlik kuchlarini Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid elib keladigan siyosiy kuch deb qaragan Amerika aslida o'zining va butun dunyoning bexatarligiga cho'ng tahdid elib keladigan kuchning islom dunyosidagi terrorlik kuchlari emas, balki Xitoy va kommunist ideyasi ekanligini cho'nqur tunib yetgan edi. Bu yil kirgandan buyon Amerika Trampning rahbarligida Amerika bexatarligiga zo'r tahdid paydo qilgan Shimoliy Koreyani bo'ysundirdi. Mana bugun Prezident Tramp bilan Rossiya prezidenti Putin uchrashdi. Bu uchrashish Rossiya bilan Amerika munosabatlarining yaxshilanishi uchun yangi bir boshlanish ilib kelganligi aniq edi. 20 yil avval Amerika Sovet ittifoqiga qarshi Xitoy bilan hamkorlik o'rnatgan bo'lsa, bugungi kunda nima uchun Xitoyga qarshi turish uchun Rossiya bilan hamkorlashmasin? Agar Amerika Rossiya bilan hamkorlashsa, Shimoliy Koreyani bo'ysundirgan terror kuchlarini yo'qotib bo'lgan tursa, Amerikaning Xitoydan boshqa dushmani qoladimi? Amerika navbatda albatta butun kuchini mana shu ashaddiy dushmanni yo'qotishga qaratadi. Bu ashaddiy dushman albatta ojiz va yo'laksiz Uyg'ur xalqining ashaddiy dushmanidir. Dushmanimizning dushmani bizning do'stimiz bo'lganligi haqiqat. Utuq qaznimiz deydiganmiz, albatta dushman bilan do'stni farq etadigan aql va ko'zimiz bo'lish kerak. Chunki biz dushmanni yengish uchun do'stlarga muhtoj bo'lganimizdek, dushmandan g'olib kelib o'z davlatimizni qurgan minutlardami va uningdan keyinmi do'stlarga albatta muhtoj bo'lamiz. Chunki mustaqil bo'lsaqmi, biz yanala dunyo cho'ng oilasining bir a'zosi sifatida mavjudligimizni saqlaymiz. Undaqda dushmanimizning ahvoli xarob, dushmanlari kuchlik va ko'p bo'layotgan bu tarixiy sharoitda bizga fursat kelmadi deyishga yana qanday sababimiz bor? Ikkinchi, mustaqillik harakatimizning hozirgi ahvoli. Yaqinqi vaqtlardan buyon chet elda yashayotgan Uyg'urlar va tashkilotlar orasida o'xshamagan ixtiloflar maydonga chiqishga boshladi. Bu ixtiloflardan shuni bayqadimki, ixtiloflarning sababi, usuli va natijasi
chet eldagi Xitoy faoliyatchilari orasidagi ixtiloflar bilan asosiy jihatdan o'xshash ekan. Ya'ni bir-birini xoin, jasus deb zarlash, xalqqa pash qilish, o'zaro qarlash va ekranga chiqib hikoya so'zlash. Yuqori darajalik rahbarlardan tortib, odatdagi avam puhragacha har xil fikr iqimiga agishish va bo'linish, bir-biriga qarama-qarshi tashkilotlarni maydonga keltirish qatorliqlar. Meni hayron qoldirgani, nima uchun Uyg'ur faoliyatchilar orasidagi ixtiloflar Xitoy faoliyatchilari orasidagi ixtiloflarga asosiy jihatdan o'xshab qolganligidir. Mening ko'zishimcha, Xitoyning jasuslik harakati dunyoda xeyli oldingi qatorda bo'lib, o'tgan 2 yil ichidagi xalqaro yuz bergan Xitoyning jasuslik harakatlariga doir voqealiklardan Konzi maktabi voqeasi, Avstraliyadagi bir parlament a'zosining oshkora bayonoti, Germaniya hukumat organlaridagi 1000 nafar Xitoy jasusi voqeasi, Kanadadagi Xitoy kuchining hukumatga ta'sir ko'rsatishi degandek bir qator voqealardan Xitoyning chet eldagi qarqulning naqadar keng yilg'alligini ko'rib yetgan edik. Undaqda Xitoy qarquli boshqa davlatlarning hokimiyat qatlamiga ta'sir ko'rsatish darajasiga borgan bundaq ahvolda bu qarqullarning chet ellardagi Xitoyga qarshi kuchlarning orasiga yomramasligi aqlga albatta uyg'un emas. Xitoy aslida vatanda kishilar orasiga fitna silish, bir-birini cheqish, nazorat qildirish qatorliq pastkash usullarda xalqni nazarband ostiga ilib qul qilgan. Chet ellardami o'xshash usullarda Xitoy hokimiyatiga qarshi har qanday harakatlarga to'sqinlik qilishi aniq bo'lib qolmay, yanada shu ko'ni usulni qo'llandi. Chunki Xitoy hukumatı fitna terishning odamlar orasidagi ishonchni sustlashtirib, aniqsizlik kayfiyati shakllantirish orqali cho'ngroq bir kuchlarning maydonga kelishini to'siya oladiganligini nurg'un yillik tajribalar orqali isbotlagan. Bu qurlarni o'qiyotganingizda balkim atrofingizdagi fitna terguvchilarning ko'pligidan Xitoyning jasuslarimi bak ko'p bo'lsa kerak yoki hamma odam jasuslik qilishga boshladimi qandoq degan o'yg'imi kelib qolgansiz-a? Lekin ansirmang. Chunki butunlay undaq bo'lishi notayin. Bir xalqning orasiga fitna silish uchun bir eg'iz gap, bir necha odam bo'lsalar, maqsadga yetish uncha tas bo'lmasa kerak. Xitoyning uzun yillarcha bostirish siyosati ostida Stockholm universal kesligiga giribdor bo'lish ehtimolligimiz nihoyat cho'ng bo'lib, bu xil ahvolda Xitoyning aramizga bak ko'p kuchmaymi maqsadiga yetish imkoni bor albatta. Stockholm universal kesili bo'lsa, bir xil ro'yi kasallik bo'lib, ya'ni zulmga uchirg'uchi zulm qilg'uchining qilmishini yo'lliq deb qarash va oqibatda zulm qilg'uchiga yordam qilish orqali o'z qavmiga zulm qilishni ko'rsatadi. Bu haqda to'rdan izlansanglar, texmo tafsiliy tushunchaga ega bo'lishinglar mumkin. Chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari yaqinqi yillardan buyon bo'linish va tashkilot rahbarlarida bir-biridan gumon qilish, haqoratlash, hatto chet el medialarga g'aybat qilib berishdan ig'irlab, odam to'plash, yangidan tashkilotlarni qurib, mavjud tashkilotlarga qarshi yo'sinda harakat qilish to'lqini avj oldi. Buning bilan hamma odam o'zini qaltis chaqlaydigan, hamma tashkilotlar o'zlarini Uyg'ur davosiga ega chiqa oladigan birdan-bir tashkilot ekanligini joriy soladigan g'alita, ammo kishi ko'nglini g'ash qiladigan ahvol shakllandi. Yillarcha davom qilgan bu talashlar Uyg'ur davosiga qanday foyda olib keldi? Navbatda barliq tashkilot rahbarlari va tashkilotlar hamda barcha xalq o'zaro talash tortish, qarlashga tushib ketib, da'vo qilishdagi maqsadini unutib qoldi. Bizning vazifamiz va maqsadimiz nima edi? Bizning vazifamiz vatanimizni ozod qilish, mustaqil qilish. Maqsadimiz Xitoyga taqobil turish va halok qilish edi. Navbatda biz qilgan ishlarning eng muhimi barcha Uyg'urni ittifoqlashtirib, birlashgili bo'lg'udak kuchning hammasini birlashtirib, birdan-bir dushmanimiz bo'lgan Xitoyga qarshi zo'r bir qo'shin shakllantirish. Mayli siz qancha iqtidorli siyosiyon, iqtidorli rahbar, iqtidorli faoliyatchi bo'ling.
siz talashgan şu hürmet ve imtiyazlar Xitay halak bulmay turib, hergizmi sizga berilmaydi. Tökpü talashish mayli siz xalang yoki xalamang, faqat vatan ozod va mustaqil bo'lgandila, ondan bu yo'lda kurash qilganlarga amkiga yarasha taqsim qilindi. Agar vatan bir kun ozod bo'lmaydi ekan, siz bu yerda talashib, urushib qilaversiz va vatanni ozod qilish orzuyingizni o'zingiz bilan birga go'rga ilib ketishingiz mumkin. Bizning tarixdagi ikki jumhuriyatimiz halok bo'lmasda, ashu davlatimizni qurish yo'lida qahramonlik ko'rsatgan tökpikorlarni xalq bilganmidi? Xitoyga qarshi G'ulji vaqasi, Urumchi vaqasi, Maralbeshi vaqasi, Yakan vaqalaridagi qahramonlarni shu vaqadan burun xalq bilganmidi? Shu vaqaliklar o'tib ketgandan keyin shundaq bir qahramonlarimizning Uyg'ur xalqining ozodlik ishlari uchun hayotini qurbon qilganligini ondan bildik va ularni qahramon deb ta'riflashdik. Vatanimiz mustaqil bo'lganda, albatta bu qahramonlarimiz tegishli to'kpilar bilan tariximiz sahnasida yuksak martabalarga ega bo'ladi. 3. Navbatdagi realligimiz. Har qanday bir hokimiyatga qarshi kuch oldi bilan siyosiy tus elish kerak. Ya'ni, tarixdagi inqilobchilarimizmi ma'lum bir siyosiy ideya asosida tashkillanib, harakat qilgan va oqibatda hokimiyatga qarshi g'oyat zo'r kuch bo'lib shakllangan. Chet ellardagi Uyg'urlar yillardan buyon xilma-xil tashkilotlarni qurdi ham davomli quryotdi. Ularning hammasining o'ziga tushliq arzu nishonlari, esil planlari bor va bo'lgan. Ammo nima uchun Uyg'ur davosida bo'sish xarakterlik zo'r natijalar qo'lga kelib baxmadi? Buningdagi birdan-bir sabab ularning zanjirsimon ish tartibini shakllantirolmaganligidir. Albatta, bir tashkilotni normal elib minish uchun g'oyat zo'r iqtisodga ehtiyojli bo'lamiz. Undaqda bizda iqtisod yo'qmi? Undaq emas. Iqtisod bor. Ammo bu yerdagi masala har bir tashkilot o'z iqtisodini o'zi ishlatish, o'z ishini o'zi qilish, hech kim bilan kori bo'lmaslik, hatto bir-biri bilan raqobatlashish tarafdori bo'lib, iqtisodni birlik keltirmaganligi va ish birligi hosil qilolmaganligidir. Shu sabab xalqning iqtisodiy jihatdan qo'lishig'imi erishalmagan. Garchi nurg'un kishilar tashkilotlarga iqtisodiy yordam berishni xohlasimi, ammo shunda qilishga ishkilinib qolgan. Bo'libmi tashkilotlarning iqtisodiy kirimining oshkora bo'lmasligi, yig'ilgan iyona va yordamlarning hisoboti aniq bo'lmasligi, tashkilot ichida iqtisodiy xiyonatchilik ahvollarining mavjudligi qatorliq bir qator sabablar tufayli tashkilotlar xalqning va bir qism davlatlarning iqtisodiy jihatdan qo'llashidan ayrilib qolgan. Mushundaq sharoitda Xitoymi tashkilotlar orasiga fitna selishga boshlagan va tashkilotlarni bir-biriga qarshi turadigan, bir-birini yaratmaydigan, tashkilot a'zolari orasidami ittifoqsizlik paydo bo'lib, xalq qaysi tashkilotga ergashish yoki qo'llashda qiynalib qolgan ahvollar kelib chiqqan. Mana hozir bu masalalar Uyg'ur davosi uchun iqtisodiy kuch bo'lmaslik, cho'ng bir kuch bo'lib shakllanmaslik, tashkilotlar o'zaro bir-birini chetga qiqishdek ahvollarni keltirib chiqarib, burundan tortib Uyg'ur davosi beshidagi tashkilotlardan umid kutib kelgan nurg'un shaxslarning davo sepiga qo'shilishini to'sib qo'ygan. Undaqda o'ylab boqayli. Uyg'ur davosi shuncha yillardan beri mana mushu holatda davomlashib keldi. Natija chiqmadi. Biz yana vaqtni isrof qilib, mushu holatni saqlab mengayverishimiz kerakmi? Navoda Xitoyda cho'ng bir siyosiy o'zgarish yuz berib, vatan mustaqilligiga fursat yaratilib qolsa, biz qaysi holatimizda yangi bir tarixiy davrni kutib ola olamiz? Bizning kutib o'ltirishga vaqtimiz bormi? Kesib aytamanki, endi vaqt yo'q. Endiki kurashda mustaqil bo'lish yoki yo'qolishdan boshqa yo'limiz yo'q. Agar mustaqil bo'lishga tayyor bo'lmaydi ekanmiz, undaqda Uyg'ur degan so'z tarixga aylanishi mumkin. Hozir qiladigan eng muhim ishimiz, mayli siz qanday odam bo'lishingizdan qat'iy nazar, faqat Xitoyga qarshi bo'lsingizlar, hayot vaqtingizda vatanning ozodligini ko'rishni orzu qilsingizlar,
qalbingizdagi o'chmanlik, ayrimchilikni, takabburlikni, yaratmaslikni, dushmanlikni va hamma nachar qilmishlaringizni tashlab, butun diqqatingizni Xitoyga qarating. Agar shunda qilmaydi ekansiz, Xitoy hukumati uchun chapa yapgan, vatan xalqning ozodligiga to'sqinlik qilgan bo'lsiz. 4. Qanday qilishimiz kerak? Uyg'urlar qanday qilish kerak degan bu savol men uchun salmoqi to'limi ig'ir bo'lgan savol bo'lsa-mu, lekin o'ylaganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashishni muhim ish deb bilaman. Qarashlarimni oldi bilan Amerikaning mustaqillik xitobnomasi bilan boshlayman. Garchi Amerikaning mustaqillik xitobnomasi 200 necha yillar burun yozilgan va Uyg'ur bilan qilchi aloqasi bo'lmagan bir xitobnoma bo'lsa-mu, ammo uningdagi fikr butkul insoniyatga o'rtaq deb qarayman. Undaqda bu mustaqillik xitobnomasida nimalar deyilgan va uning biz bilan bo'lgan aloqasi-chi? Mustaqillik xitobnomasining muqaddimasi. Bizning qarshimizcha tövəndəki haqiqatlarga so'z ketmaydi. Yaratquchi insonlarni baravar yaratdi va ularga tartib elishga bo'lmaydigan huquqlarni ato qildi. Ularning ichida hayotlik huquqi, erkinlik huquqi va baxt saodatga erishish huquqlari bor. Huquqlarga kapolatlik qilish uchun insonlar orasida hukumat qurildi. Bu hukumatning qonunli huquqi bo'lsa, bo'ysung'ishlarning roziligi bilan ro'yobga chiqdi. Har qanday shakldagi hukumat faqat yuqorqi huquqlarga buzg'unchilik qilgan, xalqning uni o'zgartirish va bekor qilish, shundaqla qayta hukumat qurib chiqish huquqi bo'ladi. Yangi hukumat tayinlagan prinsip bo'lsa, huquq kuchini tashkillash orqali eng zo'r darajada xalqning bexatarligi va baxtlik yashashni qo'lga keltirishdir. Haqiqatan astoydil o'ylanadigan bo'lsak, yengil taktik bilan kichkina vaqtlik sabablar tufayli uzun yillik hukumatni almashtirishga bo'lmaydi. O'tmishdagi barliq saboqlardan shuni bildikki, har qanday jafo mushaqqatlar faqat bardoshlik belgili bo'lsalar, insonlar odatda sabr qilishni afzal ko'rdi-ki, o'zlari uzundan beri ko'nib qolgan bu hukumatni bekor qilish orqali o'zlarining haq huquqlarini qaytarib olishni xohlamaydi. Lekin hukumat huquqidan qalaymaqan foydalanib, zo'rliq, zo'mbuliq qilsa va izchil turda birli nishonni ko'zlab mangan bo'lsa, bu uning xalqni mutlaq mustabid hokimiyat ostiga olganligining isboti bo'lib, bundaq ahvolda xalqning bu hukumatni ag'dirib etish orqali kelgusi uchun yangi bir kapolat yaratish huquqi bo'ladi. Mana yuqorqilar Amerika mustaqillik xitobnomasining beshidagi muqaddima bo'lib, bu ham Amerikaning 200 yildan beri yurgizib kelayotgan qonun siyosatlarining asosidir. Bu asoslar bo'lg'achqala, qonun tuzumlarda qandaqli o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar, erkinlik, hurlik, barobarlik va baxtni qo'g'ilish huquqi daxliga uchirmaydi va uchirmagan. Bu mustaqillik xitobnomasining yozuvchisi Amerikaning sobiq prezidenti Thomas Jefferson bo'lib, uning qabrisiga uning mustaqillik xitobnomasining avtori ekanligi yozilgan bo'lib, qiziqarli yeri uning yana Amerikaning prezidentimi bo'lganligi faqatla tilga ilinmagan. Biz bu xitobnomaga qaraydigan bo'lsak, boshda deyilgani har bir insonning yaratquchi tarafidan ato qilingan tabiiy huquqlari bo'lganligi bo'lsa, kaynida bu huquqlarning kafolatiga ega qilinishi uchun hukumat qurilganligi tilga ilingan va bu hukumatning huquqi xalq tarafidan berilganligi so'zlangan. Ya'ni hukumat barpo qilishdagi sabab xalqning huquqini kafolatiga ega qilishdan iborat. Agar undaq bo'lmaydi ekan, bu hukumatni ag'dirish yoki almashtirishga tamoman bo'ladi.
Undaqda bu xitobnomadagi bizga aloqador masala nima? U bo'lsa-mu, insonlarga Alloh tarafidan ato qilingan tabiiy huquqlarning hech kim daxl taruz qilishga bo'lmaydiganligidir. Demak, biz yorilishimizdan hur yaratildik. Bizning yashash va baxt saodatni qo'g'lishish huquqimiz bor. Undaqda bizning huquqlarimiz qani? Vatanimizni Xitoy mustamlika qilgan 70 yilga yaqin vaqt ichida xalqimiz yaratquchi tarafidan ato qilingan bu haq huquqlardan tamoman mahrum holatda yashab keldi. Shundaqla ruhiy va jismoniy jihatda insonlikdan halqagan zo'rlik, xo'rlik va buzg'unchiliklarga uchirdi. Undaqda millatning bu hokimiyatga qarshi chiqish va bu hokimiyatni yo'qotish haqqi bormi? Albatta bor. Undaqda qanday qilish kerak? Uyg'ur xalqi haq huquqlarini xalqaro qonunlar asosida qo'g'dishi va o'z haq huquqlarini qo'lga olish yo'lida izlanishi, kurash qilish kerak. Undaqda xalqaro qonunlarda bizga kerakli bo'lgan foydalanishga tegishli qanday qonun nizomlar bor yoki bo'lgan? Men bu haqda ko'p izlanishlardan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1514-nomerli qarorida mundaq qurlarni uchratdim. Ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1960-yili 14-dekabr mustamlika qilingan davlatlar yoki millatlarning mustaqillik xitobnomasini e'lon qilgan. Ya'ni bu 1514-nomerli hujjat tuvandagidek 7 turli qarorni ma'qullagan bo'lib, ular tuvandikicha. Birinchi, mustamlika qilingan xalqlarga hukmronlik qilish va ularni ekspluatatsiya qilishdek ahvollar normal inson huquqini rad qilganlik bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasiga xiloflik qilganlik bilan birga dunyoning tinchligi va hamkorligini ilgari surishga to'salg'i bo'ladi. Ikkinchi, har qanday millatning qaror qilish huquqi bo'ladi. Bu qarorga asosan ular daxlisiz holatda o'zlarining siyosiy o'rnini belgilasa, erkin holatda o'zlarining iqtisodiy, jamiyati va madaniyatini taraqqiy qildirsa bo'ladi. Uchinchi, siyosiy, iqtisodiy, jamiyat va ma'arif qatorliq taraflarda yetarli tayyorligi bo'lmaganligi sababli mustaqil bo'lishini kechiktirishga bo'lmaydi. To'rtinchi, mustamlika qilingan davlatlarning yerlik xalqqa qilgan barliq qurolliq harakatlari va bostirishlarini to'sish orqali shu xalqning tinch, erkin holatda o'zlarining butunlay mustaqil bo'lish huquqini yurgizishini qo'llash bilan birga davlatining zamin butunligiga hurmat qilinishi lozim. 5. Boshqalarning boshqurishida turgan avtonomiyasi bo'lmagan rayonlar va texi mustaqil bo'lmagan boshqa rayonlardami darhol shu yerdagi xalqlarning irodasi va orzusi bo'yicha millat, diniy e'tiqod va irq ayirmasdan shartsiz va to'liq holatda barliq huquqlarni ularga qaytarib berishi orqali ularni